Tak, boshladik. Mana shu rasmdagi andazani ko'chirib olamiz. Chizishga sразу jarayonda ko'ramiz qanaqa, qaysi joylarini, qaysi instrumentlar bilan qilsak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bismillah. Ketdik. To'rtburchak, любой bitta cho'rtburchak chizib oldim. Rejim risovaniyaga o'tib, to'rtburchak tanladim va chizib oldim. Bu yoqda razmer enli joyi bizada 27 santimetr. 27 santimetr. Bu yoqda ya'ni uzunligimiz 70 santimetr ekan. Bo'ldi. Endi rejim redaktirованиеga o'taman. Bu nuqtaga bazaviy tochkani, ya'ni bu nuqtani mana o'z koordinata o'sini bu yoqqa o'tkazib olaman. Bazaviy tochkani bu yoqqa o'tkazib oldim. Endi bu yoqda mana nuqta qo'yishimiz kerak, ya'ni bo'yin nuqtasi va yelka nuqtasini qo'yishimiz kerak. Bittasi 9,5 da, bittasi 15 santimetrda qo'yilgan edi. Endi uni qanaqa qilaman? Ikki xil yo'li bor. Birinchisi, любой bitta расстоянияda men ikkita nuqta hosil qilaman. Bittasini birinchisini 9,5 da qo'yishim kerak. Uni bu yoqqa o'taman. Bu yoqda mana x -8,7 turibdi va -9,5 qilaman. 9,5 dan 9,5 ga o'tib berdi. Bu nuqtamizni tak 15 ga, ya'ni xohlasak qo'shib o'tiraylik. Xohlasangiz mana bu yerga bazaviy tochkani qo'yib qo'yib, просто mana bu yerdan -15 qilamiz. Shunda 15 ga olib kelib qo'ydi bizga. Bu yerda hozir ikkinchi turi agar bu yoqda turganda bazaviy tochka, ya'ni men 9,5 ni va 15 ni qo'shib etishim kerak bo'lardi. Shunda 24,5 ga qo'yib ber deb mana bu yerga -24,5 qo'yib qo'ysam, u bu yoqqa qo'yib beradi menga. Ya'ni xuddi shu nuqtaga qo'yib beradi. Hozir men buni o'chiraman va shu nuqtani -24,5 qilaman. Bo'ldi. Shu nuqtaga olib keladi. Endi ikkinchi yo'li kimdirga balkim asb otishi mumkin. Hozir men bu yoqni nuqtani belgiladim. Bu yoqda instrumentimiz bor. Добавить новую точку на заданном расстоянии от выделенной точки. Ya'ni bir o'sha belgilagan nuqtangizdan ma'lum bir masofada, siz ko'rsatgan masofada bu nuqta qo'yib beradi. Bitta emas, bir nechta nuqta qo'yish mumkin bo'ladi. Bizga hozir 9,5 bilan 15 kerak. Demak, biza -9,5 yozaman. Nimaga minus yozayotganim? Chunki bu против часовой стрелки ketyapti. Ya'ni soatga qarab emas, ya'ni orqaga qarab ketadigan bo'lsa, ya'ni chapga qarab ketadigan bo'lsa, chap yo'nalishda unda minus bo'ladi. Agar men bu yoqqa, ya'ni по часовой стрелке o'ng tarafga ketadigan bo'lsa, nuqta shu yerda kerak bo'lsa, unda minus yoziladi. Endi ikkinchi nuqtani hosil qilishimiz uchun probelni bosaman, yana minus уже qo'shib etishim kerak bo'ladi. Demak, -24,5 qilib qo'ysam, ya'ni yozib qo'ysam, shunda xuddi shunaqa beradi. Bu yo'lni ham bilib olganinglar yaxshi. Endi bu nuqtani men 4 santimetrga tushirishim kerak. 4 santimetrga tushirishim kerak. Tak, 4 santimetrga tushiramiz. Uning uchun strelkalar bilan foydalansak bo'ladi. Yokida просто mana shu o'zida, ya'ni y da hozir 0 da turibdi va bu liniyada, bu nolvoy liniyamiz 0 da turgan bo'lsa, demak men -4 qilib yozsam, u menga pastga tushirib beradi shu. Bo'ldi. Yoki 1 2 3 4 bo'ldi. Endi bu nuqtamiz biza poymaga olib kelamiz. Poymamiz 26 santimetr. Ya'ni mana nolvoy tochkamiz bu, ya'ni mana shu. Mana nolvoy tochkamiz mana bu. Ya'ni mana bu. Yelkamiz ketyapti. Bu yoqda ham mana yelka
nuqtamiz 0 hisoblanadi. O'shandan 26 santimetr bo'ladi. 26 santimetr pastda turadi. Bu 26 santimetr 26 qilamiz. Okey. Qo'li 26 ga keldi. Endi bu yog'imiz 27, to'g'ri. Pastimizni 26 qilishimiz kerak. Bu yoqda mana -1, ya'ni 1 bu yoqqa kirgan bo'lyapti. Shunda bir qilsak, strelka bilan qilib qo'ysak bo'ladi. Unga bir marta strelka qildim. O'zi joyiga keldi. Endi liniyalarimizni hozir mayinlashtiramiz, ya'ni proymaga, o'yinga mos qilib qilamiz. Bo'yin o'yinchisi hozir bizada 3,5 pastga tushishimiz kerak. 3,5 spinkani 3,5, oldingi 9,5. Tak, bu yog'inikini 3,5 santimetrga pastga tushiramiz. -3,5 qilaman. Endi keyingi masala liniyalarimizni krivoy qilishimiz kerak. Preobrazovать прямой кривой qilib bu nuqtamizni 90 gradus qilamiz, chunki mana bunaqa bo'lib qolsa bo'lmaydi bizga, kerak emas. Mana bunaqa bo'lsa ham bo'lmaydi, chunki tekis turishi kerak. Bittada qilish yo'li ancha 90 gradusda agar bossak bo'ldi. 90 gradus qo'yadi. Bu yoqda 90 gradus qilsak sal xatoroq bo'ladi. Juda aniq bo'lib ketadi. Bu yoqda 90 gradus qilmayapti. Ko'stirib qo'ysak o'zimiz ketdi. Tak, endi hozir pauzaga qo'ydik. Mana bu tayoqchalar bilan qanaqa qilib ishlashni ko'rsataman. Ya'ni bizada o'sha 90 gradus masalan deylik. Hozir men bitta 90 gradus mana qo'yib qo'ydim men. 90 gradusda turadi. Buni endi korreksirovать qilishim kerak. Ya'ni mana shu liniyani korreksirovать qilishim kerak. Buning uchun ikkita yo'li bor. Yoki mana shu ko'rib turgan tayoqchalar bilan hozir bu faqat mana tepaga pastga ketayotgan sababi 90 gradus qilib qo'ydik. Agar ostroy ugl qilib qo'ysak, unda xohlaganimizcha qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa o'zimiz to'g'ri kelgan trayektoriyaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tushunarli bo'ldi. Mana shu tayoqchalar bilan o'sha o'ng tarafdagi tugmani bosib turib to'g'rilaymiz. Bu yoqda mana 90 qolish kerak. 90 bo'lmasa sal mana tekis bo'lish kerak mana shu joyi. Agar mana bunaqa bo'lib qolsa g'alati bo'lib qoladi. Noto'g'ri bu ham. Keyin liniyani o'zini mana o'ziga shunday o'sha chap tarafdagi tugma bilan bosib turib o'zini to'g'rilasak bo'ladi. Xohlasak bu tayoqchalar bilan to'g'rilaymiz. O'zimizga to'g'ri kelgan. Yoki liniyani o'zini to'g'rilaymiz. Belicha nastroyga qo'yamiz. Xo'p, bu yoqda ham xuddi shunaqa. Preobrazovать точку кривую. Mana qildim. Joyiga olib keltirdim. Endi masalan bu yoqda razmeri agar ukaziz qilingan bo'lsa, ya'ni aytilgan bo'lsa 23,89. Buni deylik bizaga 24,5 yoki 25 kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda mana длина отрезка или кривой безе degan ko'rsatuvdim. Любой bitta отрезкка bossangiz, mana shu длиннасini ko'rsatib beradi. Qancha uzunligini ko'rsatib beradi. Endi bu yoqda qiyshiq joylarini o'zgartirsa bo'ladi. Anaqasi uzunligini 30 da deylik 25 santimetr bo'lishi kerak menga. Enterni bossa, bu уже menga 25 qilib beradi. Jak kirib ketgan bo'lsa, o'zingiz уже to'g'rilab anaqa qilasiz. Xo'p.
Keyingi masala bu yog'ini ham sal sayqallash, ya'ni maynaroq qilish kerak ekan. Uni preobrazовать кривую qildim-da, bu yog'ini уже to'g'rilayman. Mana bu yerda 90 gradus qilib qo'ysak bo'ladi. Tekis bo'ladi. Bu yog'i sal maynaroq bo'ladi. Bo'ldi. Endi xuddi shundan biza oldini hosil qilishimiz kerak. Ctrl-C yoki просто D ni Ctrl-D bossak o'zida qiladi. Yoki Ctrl-C, Ctrl-V oddiy copy-paste qilib Ctrl-C любой bitta joyga bosdimda Ctrl-V qildim. Buni hammasini men rejimni detalida qilib turibman, e'tibor beringlar. Tak, bittasini undaliz qilaman. Bonus qoldiraman. Endi xuddi shunaqa ekan, faqat bo'yini 9,5 santimetrda. Hozir men botdan 9,5 olmayman. Botdan olishim kerak. Uning uchun men bu yoqqa bosib turib rejim redaktирование o'tdim. Yelkani uchiga bosib turib bazaviy точкani qildim. Ya'ni bazaviy точка bosdim. O'shandan biza mana bu nuqtani 9,5 santimetrga tushirishimiz kerak. Hozir u bizada bu yoqda turgan bo'lsa, tak 9,5 bo'ldi. 9,5 ekan. Bo'ldi. Demak, buni hozir 3,5 da turgan ekan. Minus 9,5 qilsak joyiga keladi. To'g'rilab olamiz. Bo'ldi.